mast ayladi, sarmast ayladi. Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi? Anani javobi chiqsa telefon qilaman. Telefoningizni ko'taring, xo'p? Yo'q, jinnimi, sen telefon qilma, uyga ketyapman. Bo'pti, unda Telegramdan yozaman. Telegramdan ham yozma, kerak emas. Telegramdan golz tashab o'tirasan, постоянный. Nima qildingiz unda? SMS yozgin, prosta oddiy eskilar yozardi-yu, shunaqa SMS yoz, ko'rganimda javob yozaman. Xo'p. Kelishingizga shirinli pishirib qo'yuvdim. Hozir choy bilan olib boraman. Bo'ldi, idishlaringni yuvib olur, choy bilan yeymiz. Ha, anaqa sen shirinliging bilan choylaringni tayyorlab turman, kirib tez chiqaman. Qayerga ketyapsiz? Choy damlayapman. Chiqyapsizmi? Ha, hozir chiqyapman, mana yuzimni yuvyapman. Nima qilib turibsan bu yerda, jinnimisan, ha? Kim bilan SMSlashdingiz? Shu ikkinchi filialdagilar yozishyapti, kassani olib keting deb. Nima edi? Yo'q, kassading. Ikkinchi filialga yetib qo'ying. Bugun birinchi filialda smendasiz. Ikkinchi filial yopildi. Mast ayladi, sarmast ayladi.